Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun 18-iyul 2026-yil. Qirg'iziston Belolma ko'mirlarida elab chiqarishni boshladik. Semichkalari aqlli katyonlarga 0300 sorti ishlak bo'lmaydigan. Bu tomonda mana arishkalari ham shu yong'oqdan mushtumgacha degandek chiroyli elab chiqaryapmiz. Farg'onaning Quvasoy shahrida katta ob'yemda bor. Bu tomonda hokalari ham chiroyli bo'lib chiqyapti. Ichida mana shunaqa donlari bor hokasida ham. 90lik 160 81 80 bemalol murojaat qilaverasizlar.